Aziza, Ovsinjon, iltimos, supurvonman, suvla sepib bering. Voy, menga mumkin emas, hozir bilasiz og'ir ko'tarib. Voy, aylanish Shri-Lankada sepib boraverasiz, yengilgina. Voy, issiq, terlab ketyapman. Voy, Azizaxon, yaxshiyam kelibsiz. Shunday idishlarni yuboring, men borib ovqat qilishim kerak edi. Voy, opajon, bilasiz, menga mumkin emas hozir holatda. Kelaman dedi ishlarni. Bundoq qilsam qonim tegib qoladi, qo'lim yetmaydi, to'g'rimi? Kene, mamni ko'tarish yoring. Menga bilasiz, mumkin emas hozir, akangizni chaqiring. Aziza telefonimni olib berib yubor. Bilasiz, menga hozir mumkin emas. Mumkin emas. Menga mumkin emas. Voy, cho'lim. Azizaxon, konditsionerga qo'ying. Voy, menga-chi. Nima? Mumkin emas. Video tugadi. Yiqilarda Kim javob beradi? Unda jurnaldan qaraymiz. Ustoz, o'tgan safar ham jurnaldan boshlaganmiz, bu safar jurnalni oxirdan boshlaylik. Bo'ldi, Abdullayevadan emas, Choriyevdan boshlaymiz. Sen bilan darsdan keyin gaplashamiz. Ustoz, tayyormas edim hali. Ha, tayyormasmisan? Ha, Ustoz, hashar boshlandi. Общий sinfga hasharga jo'nating. hammang bilan hashardan keyin gaplashaman. Bugun tozalik kuni, qizlar spreylar, bolalar suv olib kelinglar. Daraxtlarni oqlaymiz, bir-biringga suv sepib qochib ketib o'tirmalaring, dovchiga chiqmalaring. Mana ketdi, bo'ldi. Go, 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 go. Bolalar suv qolmadi, suv olib kelib beringlar. Bolalar ham gullarni ekib tashlash kerak. Ekishmi, ekib yuboramiz. Nima ish qilishim kerak ekan? Men ish qilmayman. Yaxshilab. Ha, hammang qutuldim deb o'yladilaringmi? Ha, men bitta javob berasanlar.